Assalomu alaykum hammaga. Mana xullas kim ustalarga mas'ul endi qiziqib o'zi uyda o'zini almashtiradigan, hamma narsasini o'zi sinab ko'radigan o'rganuvchilarga xullas prujina Lasetti'ni orqa prujinasini almashtiryapmiz. Xo'p, almashtirishdan oldin supportda mana nakonechligini olib, bu chiqadi mana shu rezinka bilan birga chiqib, shtogi bor, chiqib kirish kerak shuni. Birotola ochgandan keyin, mana shu diskani ochgandan keyin supportni bo'shatib ikkalasini yog'lab olish kerak. Nimaga tarmos qisib qolib, постоянно qisib yursa, disk qiziydi, suv tegsa qiyshayishga olib keladi. Orqadagi kalotkani tez yedirilib ketishiga sabab bo'ladi. Ikkala kalotkalarda mana o'zi teng yedirilishi kerak o'z aslida olganda. Mana men har doim ochganimda o'zim yog'lab qo'yaman bularni. Buna qilib svet terib chiqqanman o'zim. Xullas, bo'shatdik. Hozir bo'shataman buni tepasini. Prujinani ko'ramiz. Eski prujinasi qancha santimetr, yangi prujina qancha santimetr. Orqasida mana yangi prujina oldim. Hop. Hozir yangi prujinani hop o'lchab ko'ramiz. Qani. Bu kimdir aytadi, bu toza koreyski, kimdir aytadi, bu Xitoy qo'yma, boshqa qo'yma. Hech kim hech narsani bilmaydi. Prujinani kim qaydan biladi? Mana hozir shu koreyski desa, mana qog'oziga koreyski deb qog'ozni yopishtirib qo'ysa, ko'ngil to'q, koreyskisini qo'yganman. Buni farqi yo'q, arzonimi, Xitoyimi farqi yo'q uni. U yopishtirib qo'ysa odam o'zini o'zi aldaydi xolos. Undan olavering. O'sha budjetni, o'sha kimdir cho'ntagiga qanchani ko'tarsa, prujina bor. Misol 2000 rublga ham bor, 5000 rublga ham bor, 10 ga ham bor. Endi o'zimiz o'ylaymiz, qimmat narsa doim yaxshi, boshqa aslida unaqa narsa ham bo'lmaydi. Har doim ham bu biz o'ylagandek qimmat narsa yaxshi effekt beravermaydi. Mana hozir bittasini chiqaraman. Qo'ydim. Hozir buni ruletkada o'lchab ko'ramiz mana shunday. Hop, tagidan. Hop. Qo'lda neudobno bo'lyapti. Xullas, u burchagidan bu burchagigacha 35 va 36 santimetr. Bu burchagidan mana bu tomonigacha, bu tomoni sal ko'tarilib turibdi. Xullas, mana prujinagacha, mana chekkasigacha 35, bu tomonigacha 36 chiqyapti. Mana 36 santimetr prujina xullas. Zavodskoy yangi, zavodskoy emas endi firma, bilmayman qanaqa firma. Eng arzonidan oldim. Qalinligi ham mana bir xil. Hozir yechib ko'raman. Qalinligi ham bir xil, endi bilmayman kачествоsi. Uni hech kim hech qachon almashtirmagan. Sabab almashtirish sababi bu rezinkani orasiga rezinka qo'yasiz, beyga pristavka qo'yasiz, mana rezinkasidan. Baribir mashina ko'tarilmaydi. Ko'tarilishi mumkin, lekin 4 ta odam chiqsa, men 16 lik katta balonda yuraman. Mana mashetiga tegyapti. Shu orqa tomon ichiga tegmaydi, faqat mana shu tomoniga 4 ta odam chiqsa tegib qolyapti. O'shaning uchun prujinani yangi qo'ymoqchiman. O'zi eskirgan. Mana o'zi eskirib yotibdi, zanglab. Qani ko'ramiz. Hozir bo'shataman buni. Tepadan bo'shatib qo'ygandim. Hozir buni bo'shatib ko'ramiz. Qani bu o'zi necha santimetr? Hozir pauza qilmasdan bo'shatyapman. Video cho'zilib ketsa ham tushunarli bo'lish uchun. Hop. Opilligi o'z joyida turishi kerak. Hop.
Ana yechdim. Prujinani. Hop. Endi prujinani bo'shatamiz. Bo'lyapti kulcham. Hozir solishtirib ko'ramiz, qani. Qalinligi qancha? Eski zavod prujinasi shu. Qalinligini, uzunligini o'lchab ko'ramiz. 4 ta odam chiqsa, shu bu bizga mashina ja baland ham bo'lib ketmaslik kerak. Ja qattiq ham bo'lib ketmaslik kerak. Kimdir aytadi, Jigulining prujinasini qo'ysa jo'sko bo'ladi, tushadi, lekin u Jigulining prujinasi jo'skilik qiladi. Mashina pusto yurganda daqir qilib mashina u Zaporoj yurgandek qilib qo'yadi. Kimgadir yoqadi bu. Kimdir postoyan endi doim 24 soatsiz grujonni yuravermaydi, hamma ham yuki bilan kerak mahalda yuradi, boshqa mahal mashina pusto ham yuradi. U pusto yurgan mahalda mashina ham mягкий, yumshoq, yaxshi yurishi kerak. O'shaning uchun hozir endi qilamizda bo'shatib osib ko'ramiz, qani. Bitta qo'lda juda noqulay bo'lyapti. Lekin ko'ramiz. O'zi qancha santimetr bo'lish kerak? Qancha santimetr bo'lib qoldi? O'zi qo'lda ham ketyapti bo'shab. Hop. Bo'shatdik. Mana shunday olamiz. Ruletkani olamiz. Mana bu 30 santimetr, 29,5 chiqyapti. Prujinani mana o'tirib qolgan holati. Bu o'zi charchab bo'lgan, bu yumshoq bo'lgan. O'shani hisobiga odam chiqsa bu egilib, ezilib ketaveradi. Bu orasiga rezinka qo'yish bu bo'lmagan narsa. Bu rezinka u chiqib ketadi, u yaxshi ushlamaydi rezinka. Mana 20 nariga chekka bu mana uchidan bu uchigacha 30 chiqadi, lekin o'zi menagacha 29,5 chiqyapti. Hop, mana buni qalinligini endi ruletkada o'lchab bo'lmaydi. Mana nimasini где-то 1 santimetr chiqyapti. Mana uni qalinligi. Santimetrda o'lchaganda, qani hozir ko'ramiz. 1 dan boshlasak 2 gacha. Rovno 1 santimetr. Bunisi ham qani 1 dan bu boshda 2,1. 1 santimetr. Juda qalinroq ekan bu, даже bunga qaraganda. Mana balandligi. Mana bu eskisi, o'tirgani, charchagani. Mana bu yangisi. Mana hozir qani qancha baland turibdi mana. Даже bitta nima baland turibdi. O'shaning uchun kim prujinasini almashtirmoqchi bo'lsa, o'lchab ko'rsin. O'lchab pasaygan bo'lsa, olsin. Yangisi 36 santimetr. Bunisi o'zi 30 santimetr. Demak, 6 santimetrga prujina pasayib qolgan, o'tirgan. Hozir qo'yamiz, ko'ramiz endi yangisini. Qo'yamiz, videoda darsni davom ettiramiz. Bas. Bu videoda davomi. Xullas, mana rezinkasi 2,5 santimetrlik o'zini zavodskoy mana. 2,5 santimetrlik. Hop, tepasiga qo'yamiz buni. Hozir tortib oldim. Mana. Hop, tortib, qotirib. Mana tepasidagi ham. Bu doполнительно ozgina ko'taradi xolos.
Bu ham 2,5 santimetrlar. Uni kerak emas bunga. Alyumillisi, boshqasi, tagiga qo'y, mana shuni tepasida rezinkani almashtir. Rezinkasi qanchalik baland bo'lsa, mana hozir ko'rsataman. Mana shuni o'yib, manda qilib yopishtirib tashlaydi mana. Bu o'zi shunchalik yuqa bo'lsa ham shunchalik o'yibdi. Agar bu rezinka qalin mana shaydan bo'ladigan bo'lsa ham bu rezinkani yuk tushganda ezib tashlaydi. Yaxshisi burjinani almashtirish kerak, bo'ldi, esdan chiqarish kerak. Bu vaqti bilan ezilib ketadi. Hozir qo'yamiz, yig'ayotganda keyin video qilaman. Mana hozir buni mana bu tomoni, kichkina tomoni pastiga tushadi, bu katta tomoni tepaga tushadi. Pilligi shunday turish kerak. Shunday hozir buni qo'yib qotirib tushiramanda qo'yib qotirib ko'ramiz. Xo'p, xullas tomonini yig'ib bo'ldim. Qotirdim. Ruletkani olamiz. Yerdan kilogacha hisoblaymiz mana. Ровно 70 santimetr yerdan. Qaydan o'lchab bo'lmaydi, 10 santimetr ko'rsatyapti. Ko'ramiz. Endi narigi tomonini, ko'tarilmagan tomonini ko'ramiz. Yerdan bu tomonni 70 ko'rsatyapti. Hozir bu tomonni almashtirib ko'ramiz. Bu tomonni almashtirganim yo'qmi? 70 ko'rsatyapti, nimaga teng turibdi. Mana uni orasi, endi buni orasi ko'tarib, bu 8,5. 8,5. Hozir qo'ysak ko'tariladi, joyiga tushadi hammasi. Hozir ko'ramiz bu tomonni almashtirib. Xullas bu tomonni chiqib qoldi. Bu tomoni mana направляющийsi qotib qolgan ekan, mana tagidagisi suv kirgan. Suv kirgan bunga rezinkasi ham ushlamaydi baribir. Mana kalotkasi pashti qolmabdi. Ozgina qolibdi xolos. Hop, narigi tomonniki hozir mana narigi bu tomon, bu tashqi tomoni bor. Bu ichki tomonniki mana to'nki bo'lib qolgan. Sabab mana uni направляющий qotib qolgan, ayni zanglab ketgan. Hozir buni tozalab, soldorlab, mana ichiga soldorlab, sim cho'tkada tozalab, boshqatdan qo'yyapman endi. Uni almashtirib qo'yaman. Hozir men kalotkani sirasi almashtirishga vaqt yo'q. Mashina minib turish kerak, o'shaning uchun buni hozir men sirasi ichki tomoniga mana yaxshisini qo'yaman, tashqisiga bunisini qo'yaman. Işte bu vaqtinchalik olib kelguncha yurib turish uchun. Endi buni xullas qo'yamiz. Mana ichidan mana qancha musor chiqdi-yu buni. Shuna qilib ochgandan keyin sirasi mana shu narsani ko'rish kerak. Bo'lmasam kalotkani tugashiga olib keladi. Hozir dalshamizatorni bo'shatib, keyin ko'ramiz nima bo'ladi, ag'ini almashtiramiz. Dalshi davom etamiz endi.